Yediğin çoğun küçük gemimizi yaktırıp yediğin bosay menjing tayyorlash usulini elip geldim. Adet sırtlarda muşandek o'xshagan bir taxsi bosay menjingni 30 koyunun yuqorisida elip yeymiz go do'stlar. Emniyetde öýde qilsak shu pulga necha taxsi bosay menjing qig'ildi. Ems buni qanday tayyorlaymizki, oxirgacha ko'rib birlikda baqamdik. Aldi bilan ehtiyojimiz qarta menjing tayyorlab ko'rsatilgandek o'zimiz yaxshi ko'radigan cho'ng kichiklik to'g'ri tayyorlab olamiz. Bulardan boshqa bosayda muvofiq tayyorlab ko'rsatilgandek uzun-uzun qilib to'g'rab olamiz. Rangining chiroyli chiqish uchun azroq qizil laz qetib etamiz. Samsaqdan ko'proq tayyorlab chanib olamiz yoki bo'lmasa izish mashinasidan o'tkazib olamiz. Qidan ezib olgan samsaqni qachig'i silib, ustiga qiziq may qo'yib mezlik burqin chiqarib olgandan keyin ta'min tangshash uchun ochiq suvdan ko'proq shangcho, kava bichimi, muvofiq tuz, viji shiyalardan berib etamiz. Undan keyin yarim piyola atrofida sovutib olgan qaynoq suv qo'yib yaxshi aralashtirib shirin tayyor qilib olamiz. Undan keyin qozonga muvofiq suv qo'yib qaynagandan keyin oldi bilan menjingni silib 1 minut qaynatib olamiz. Orqadan bosay bilan qizil lazni silib uzun qaynatmaymiz-da 30 sekund atrofida qaynatib o'tgandan keyin suzib elib sovuq suvdan o'tkazib olamiz. Bugun ishlatgan mavi chiroyli qaznim bo'lsa, Nazifaning 304 lik totlashmas po'latdan ishlangan mehr qazni. Mayli shakl jihatda bo'lsin, materiallar bo'lsin, o'zimizning tamoq etish urf-odatiga asosan alaylanib ishlangan. Bosay bilan menjingni sovuq suvdan o'tkazib olgandan keyin suyni pakiz siqib etib, aralashtirishga aplik bo'lgan cho'ngroq tasqa silib olamiz. Undan keyin tayyor qilib olgan shirinini ustiga qo'yib yaxshi bir aralashtirib etiblam taqsiga olsak tayyor bo'ldi. Ko'ginalarda ketarlik materiallarni tayyorlash usulimi shunchalik oddiy. Buni mushnandek tayyorlab, atdiganlik nashtada nonlar bilan, atgan chaylar bilan yeydigan bo'lsanglar ajoyib ishtahani ichib berdi. Sizlar oyat cho'qim etib bir sinab yaqinlar xayr xo'sh.